Spumizan, paracetamol degan dori. Bu boshqa dori ekan bu. Bu giyoh ekan-ku, bu giyohlar bizga nima deydi, bizda unaqa narsalarga ruxsat yo'q-ku. Kerak, men uncha tekshirmayman endi. Tepakar. Irmalamadim. Shu kiyimingiz chiroyli ekanda bersiz. Kiyimsa uxlama. Men pichoq tiqib olayman. Hozir kommentariyga kirib olib, nima qiz bolani urasiz, nima qiz bolaga unaqa qilasiz, bunaqa qilasiz deydi. Men nima ma'no? Nima ichkarida sening yigitingmi, eringmi bormi nima bola? Ha? Zapal qilmoqchimisan? Yaxshimas opa bu o'zi. Zapal qilsang ham shapaloq bilan sol. Faqat qattiq urishmanglar, ichkarida janjal ko'tarmanglar. Sen haromini deb hozir men 4-limon suvini ichaman, bilasanmi nimaga? Bilasanmi nimaga? Hozir mana kiyib olgan, mana qizlarning oyoq kiyimi bilan yubkachanga. Nima men senlarni deb men o'zim jazolanishim kerak, to'xta. Kim chiqardi bu qoidani? Qachon kim? Nima oldi? Nima oldi dedim. Qanaqa savol bu? Nima oldi? Qanaqa savol bu? Nima oldi? Nima deyapsan?